Assalomu alaykum do'stlar. Xudo xolisa yana bir darvozamizni o'z obyektiga olib keldik. Xudo xolisa qisqacha bo'lsa ham o'rnatuv jarayoni hamda to'liq darvozani o'rnatib bo'lgandan keyin to'liq obzorini ham qilib beramiz. Xudo xolisa darvozamiz shu joyga o'rnaydi. Bizni kuzatishda davom etsanglar, xudo xolisa to'liq obzorini olib beramiz va hamda darvozamiz necha pul, necha summaga keldi, materiallari qanaqa, hammasini batafsil tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum do'stlar. Yana sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Xudo xolisa yana bir gibrid variant darvozamizni o'zimiz Namangan shahar Davlatobodda o'sha Davlatobod tumani Yangi hayot deydimi? Nurobod deydi. Nurobodga olib kelib o'rnatdik. Ko'rishlaringiz o'sha gibrid variant. High-tech variantimiz 2 qavatli shumkali eng full variantda qilib tayyorlab berganmiz. Darvozamiz razmeri kichkina, shuning uchun darvozamizni chekkasiga 25 ta nalichkalarni ham qo'yib berganmiz. Darvoza bagati tursin deb turib. Xo'p, har bitta darvoza o'rnatsak albatta darvozamiz haqida ma'lumot berib o'tamiz. Bu safar ham darvozamizni qisqacha bo'lsa ham oldinda o'rnatish jarayonlarini lavha qildik. Darvozamiz shu full variantda ko'rishlaringiz yondonlarimiz 8 ga 6, 8 ga 6 1.7 stenkada. Hop, 6 ga to'rlanamiz 1.5 stenkada ponni darvoza vibraga o'tirgan, ko'rishlaringiz mumkin. Darvoza 2 qavatli shumkali variantda bo'lgan. Oldiga ko'rishlaringiz mumkin, nerjavin 25 ta nalichka aytib o'tdim. Nerjavinkalardan jilov berilgan. Zamoklarimiz shu troitskiy zamok, ko'rishlaringiz mumkin. Hop. Tepa tepasini shu joydan skvozdan qo'yib berganmiz. Chunki bu shtampovka standart razmer, bir narsani to'g'ri tushuninglar. Aytini ham yopsa bo'ladi, oddiy lis bilan yopib turib, mana unga o'xshab turib taroq profildan ishlov bersa bo'ladi albatta. Shuning uchun listdan kesib lazer qilib berganmiz. Darvozamizni endi orqa tomonini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, do'stlar, darvozamiz orqa ko'rinishi shu ko'rinishda bo'lgan. Darvoza 2 qavatli shumkali holatda bo'lgan. Orqasiga ham o'sha bir uch lis bosib, orqasiga mayin qilib germatek sepib, undan keyin devo kraskasini urganmiz. Xudo xolisa, shanrlarimiz ham o'sha baquvvatli qirg'ili shanrdan qo'yib berganmiz. Shanrlarimiz. Buni center zamok desangiz, center zamok, rushnoy desangiz, rushnoy qilib beraveramiz. Darvozamiz 2 qavatli varianti orqa ko'rinishi shu ko'rinishda bo'ladi. 1 qavatli variant deydigan bo'lsalar ham 1 qavatli variantlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p do'stlar, darvozamiz qisqacha bo'lsa ham ma'lumotini berib o'tdik. Xo'p, summasiga keladigan bo'lsak, darvozamiz 1 kvadrat metri, shu darvozamiz 2 qavatli shumkali gibrid variantda bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadrat metri 900 ming so'mdan do'stlar. Xudo xolasa, oddiy bo'ylab dastavka ustanobga bor, boshqa viloyatlarga albatta kelish asosida. Bu darvozamizni, misol uchun shtampovka darvozamiz 1 qavatli variant, hop, vibra qo'ymaydigan bo'lsak, oddiy nerjavinkalarni ham qo'ymaydigan bo'lsak, kvadrati 500 ming so'mdan ham bor. Lekin o'sha eng full variant 900 ming so'mdan chiqadi. 500 ming so'm, 600 ming so'm, 700 ming so'm, bizda 300 dan ortiq katalog turlari bor. Aloqa ochsalang to'liq ma'lumotini beramiz. O'zimiz ishxonaga kelib, joyda o'zida zakaz beraman deydigan bo'lsalar, lokatsiya tashlab beramiz Telegram orqali. Kelib ishxonani o'zida ham zakaz berishingiz mumkin. Biz manzillarimizga keladigan bo'lsak, bizning manzillarimiz Namangan viloyati 3 tuman Jidegaba qishlog'ida joylashgan. To'chnik lokatsiyamiz Andijon Namangan yo'lda bo'yida. Andijondan kelishingizda Norindaryani ko'prigidan o'tsangiz, где-то 700 metr yurganingizda o'ng qo'lda seximiz, nomerlarimizni kelib qo'yganmiz. Namangandan borsangiz o'ng qo'lda propan zapravka bor. Shu zapravkaning yo'parasida aloqa ochib ko'rasizlar, xudo xolasa. Borsalar albatta o'zimiz kutib olamiz. Imkoniyatmi yo'q borishga, darvoza vibralar tashlab bering desalar, kataloglarni tashlab beramiz. Tanlaysiz, xudo xolasa Chornovoy kelishamiz. Borib o'zimiz o'lchab olamiz. 100 ming, 200 ming aqabaqa bo'ladi. Xudo xolasa. Do'stlar, darvozamiz yoqqan bo'lsa albatta bitta like tugmachasini bosib qo'yasizlar. Videomiz kimgadir manfaatli bo'lgan bo'lsa, muntazam kuzatib borishlaring uchun chekkada podpiska tugmachasini bosib qo'ysalar, muntazam ish jarayonlarini kuzatib borasizlar. Kimgadir qanaqadir darvozamiz yoqib qolsa, albatta ishlaringni bitirib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.